Chorvoq suv ombori. Bugun biz uni shaharliklar va sayyohlar soya salqin, seroftob hamda bahavo maskanlarda hordiq chiqarish uchun tashrif buyuradigan joy sifatida bilamiz. Biroq bu go'zallik ortida mamlakatimiz tomonidan industriyalashtirish evazi uchun boy berilgan yerlar bilan to'langan qiyin yechimli to'la tarix yashiringan. Chorvoq suv ombori O'zbekistonning durdonasi. Toshkentdan atigi 50-60 kilometr narida, ya'ni g'arbiy Tyon-Shan tog'lari yaqinida shunday go'zal va juda ajoyib tog' havzasi paydo bo'lgan. Ulkan tog' silsilalari, Chotqol, Ko'ksuv, Piskom, Ugom mazkur yerlarda shunday botiq vujudga keltirganki, uning o'rtasidan yirik daryo, darvoqa Chotqol tizmasi bo'ylab oquvchi hamda olis masofalargacha cho'zilgan Chotqol daryosi oqib o'tadi. O'zbekiston rahbariyati 50-yillarning ikkinchi yarmida aynan mana shu joyga o'z diqqat e'tiborini qaratdi. Toshkent shahri 1966-yilda dahshatli zilzilani boshidan kechirdi. Shahar tiklanish jarayonida bo'lib, biroq respublika energiya hamda dalalarni sug'arish uchun suvga juda muhtoj edi. O'sha davrlarda sho'ro rahbariyati Chirchiqning yuqori oqimida gidroelektr stansiyalar kaskadini qurishga qaror qiladi. Chotqol tizmasida joylashgan Chorvoq qishlog'i bosh gidrotugun etib tayinlandi. Bu yerda balandligi 168 metr bo'lgan tosh aralash tuproqli to'g'on qad ko'tardi. Faqat 8 yildan so'nggina suv o'zining loyihada ko'zda tutilgan sathiga yetib bordi. Balki siz bundan xabardor emasdirsiz, lekin mazkur hudud sobiq ittifoqning u 1924-yilda tashkil etilgan paytida amalga oshirgan tushunarsiz bo'linishlariga ko'ra, garchi bu yerga faqat Toshkent orqali o'tib borish mumkin bo'lsa-da, Qozog'iston tasarrufiga o'tkazilgan. Keyin bu masalaga tuzatish kiritildi hamda 50-yillarning oxirida O'zbekiston va Qozog'iston rahbariyati kelishib, o'z mamlakatlariga tegishli hududlar bilan o'zaro almashib, ta'bir joiz bo'lsa, Mirzacho'ldagi paxta ekiladigan katta hudud Qozog'iston tasarrufiga o'tdi. So'ngra qaralayotgan mazkur sarhad O'zbekistonning bir qismiga aylandi. O'zbekiston rahbarlari bu juda ajoyib joy ekanligini darhol anglashdi. Avvalambor, bu gidroenergetikamizga aloqador masala. Gap shundaki, elektr energiyasi, yashil energiya bugungi kundagi juda ham keskin bahs-munozaralar sababchisi va hokazo. Modomiki bunda past balandliklar farqi, tor chog'bog' darasi mavjud. Darvoqa mazkur atama ushbu hududda qadim zamonlardan yashab kelayotgan fors tili shevalaridan birida so'zlashuvchi g'alcha urug'iga mansub. Tog'li tojiklar tilida 4 ta bog' ma'nosida ham tushuniladi. Национальность большинство таджики. Ну, кто-то на узбечку женился, или на узбечку замуж вышла. И на русском есть тоже. Редко. Bu shunchaki muhandislik inshooti emas edi. Aholi zich yashaydigan vodiy, o'nlab qishloqlar, bog'lar, uzumzorlar suv ostida qolib ketdi. Paleolitdan o'rta asrlargacha davrga mansub bo'lgan 150 dan ortiq yodgorliklar, tosh qo'ralar, qadimiy shahar xarobalari, noyob petrogliflar va maqbaralar ulardan ayrimlarigina asrab qolindi. Qolganlari butunlay suv ostiga g'arq bo'ldi. Lekin o'zingiz ham anglab yetganingizdek, Chorvoq suv omborining tubi qadimdan odamlar yashaydigan joy bo'lgan va faqat uning o'rtasidagi deyarli 16 metrlik katta chuqurlikdagi dara bo'ylab Chotqol daryosi oqqan. Tabiiyki, bu yerlarda odamlar qadimdan istiqomat qilib kelishgan. Qo'rg'onchalar, shohroq qishloqlar mavjud bo'lib, u yerlarda turli millat vakillari, o'zbeklar, tog'li tojiklar, qirg'izlar yashardi. O'shanda burchmillar qarshisida
Ko'ksuv daryosining narigi qirg'og'ida ushbu qirg'oqdagi eng navqiron Yakkatut qishlog'ini qurishga qaror qilindi. Mazkur sarhaddagi barcha qishloqlar qadimiy Bog'iston, Nanak, Sijjak, Birchmulla, Yusufxona bularning barchasi ko'p asrlar davomida mavjud bo'lib kelgan qishloqlardir. Yakkatut esa yosh qishloq. Shunday qilib bo'lajak Chorvoq suv omborining tubiga aylanilgan yerlarda bir vaqtlar yashab kelgan aholi hozirgi kunda Burchmullaning shundoqqina ro'parasidagi Yakkatut qo'rg'onida istiqomat qilmoqdalar. Qadimiy Burchmulla hamda yangi Yakkatut ko'ksuvning ikki mohiyatini tashkil etadi go'yo. Ushbu oqimning suvini o'z ko'zi bilan ko'rganlar esa uning rangi chindan ham yam-yashil ekanligiga iqror bo'ladilar. Darvoqe ko'ksuvda vismut ma'dani qazib olinadi. Bu Ikkinchi jahon urushi yillarida juda muhim bo'lgan, chunki vismut strategik materialdir. Vaholanki umuman olganda bu yerda boyliklar albatta beqiyos. Aynan mana shularning barchasi birgalashib Chorvoq suv omborining ajoyib jozibadorligini yaratadi. Как говорится, очень хорошо жить. Свежий воздух, чистая вода питьевая. Для человека самое нужное – это свежий воздух, кислород. И питьевая вода, самая чистая, прозрачная. 19-asrning o'rtalarida geologimiz mashhur Severtsov xuddi o'sha vaqtlarda mazkur tog'larning cho'qqilarida Bor davrining chig'anoqlari borligini aniqlagan edi. Umuman olganda bu tog'lar ohak toshlardan tashkil topgan. Ohak toshlar esa suvni yaxshi filtrlaydi hamda uni inson uchun zarur bo'lgan mineral boyliklar, ya'ni amalda ma'danli suvlarni yaratuvchi elementlar bilan to'yintiradi. Aynan mana shular Chotqol suvi, Ko'ksuv suvi, Pisqom suvi, Chimyon soy suvlaridir. Hatto eshak ko'prik deb ataluvchi irmoq ham mavjud. Darvoqe, u ushbu sarhaddagi eng xushmanzara joylardan biridir. Oxir oqibat mana shu suvlarning barchasi shu yerda qo'shilib birlashib, aslida butun Toshkent vodiysini, shu jumladan Toshkent shahrini suv bilan ta'minlaydi. Toshkentda suvning serobligi ham bejiz emas. O'zbekistonning hech bir shahri Toshkentdagidek sersuvligi bilan maqtana olmaydi. Bundan tashqari bu yerning iqlimi juda soz. Bu turistlar Makkasi, chinakam o'zbekona haqiqiy Shveysariya. Turizm xodimlari ham buni o'z e'tiborlaridan chetda qoldirmadilar. Ular shu yerda albatta to'g'on bilan bog'liq holda shakllangan uchburchak shaklidagi mana bu ko'lni jadal o'zlashtira boshladilar. Albatta gidroenergetika ham baralla ishlamoqda. 4 ta katta turbina aylanib turibdi. Har bir turbina menimcha bizga 1,5 megawatt elektr energiyasini beradi. Shu bilan bog'liq narsalar har doim ham maromida bo'lavermaydi. Gidroelektrostansiya ishchilarining aytishicha, so'nggi 25-30 yil ichida ortiqcha suv tashlamasidan faqat bir marotaba favqulodda foydalanilgan. Odatda u bekor turadi. Ya'ni bu yerda suv tashlamasi mavjud. U Chotqol qoyasi ichidan burg'ilangan. Lekin u ta'mir joiz bo'lsa, deyarli hech qachon ishlatilmaydi. Bunday holat yog'ingarchilik miqdori turlicha bo'lishi bilan bog'liqdir. Mazkur sarhadda esa yog'ingarchilik juda ko'p miqdorda bo'lib turadi. Juda ham serob. Vaholanki iqlim esa mo'tadil. Ba'zan 2 metrgacha qor yog'adi. Go'zal tabiat, ajoyib hayvonlar va o'simliklar, ushbu yerlarda hanuzgacha fanga noma'lum bo'lgan noyob o'simliklar topilib kelmoqda. Biz taraflarga sayyohlar kelganida nuqul bu yerlarning tabiati haqida, gullar haqida ko'p gapirishadi. Ular bizda gullar judayam ko'p va xilma-xil ekanligini ta'kidlaydilar. Bunaqa gullar boshqa joylarda uchramas emish. Chorvoqda hamma narsani topish mumkin. Hatto mevalar ham turli-tuman. Bizda ob-havo so'z, havo musaffo, bizda eng toza suv bor. Biz tomonlarda odamlar bir-birini taniydi, qo'shnilar kirishimli, juda yaxshi. Hozircha bizdagi yo'llar yaxshilanadi. Yaqinda zavod ham bo'lar ekan, katta zavod. Yana mehmonxona ham qurishyapti. O'sha joylarda aynan mahalliy qishloq aholisi ishlashi ko'zda tutilgan. Bu biz uchun so'z.
ro'paramizda Burshimilla qishlog'i joylashgan. U haqda bugungi kunda qo'shiqlar bastalanib aytilmoqda. Buni ustiga ushbu sarhadda odamlar 60 ming yildan ortiq istiqomat qilib kelayotganligini ham eslaylik. Petrogliflar, bu tog'larning qoya toshlarida qadimgi odamlarning rasmlari to'lib toshib yotibdi. Eng nogahoniy joylarda. Shunday topilma joylardan biri aynan Hojikentda joylashgan. Bu yer musulmonlar uchun muqaddas joy. Chunki payg'ambarning biz bugun Bog'iston hojilari deb ataydigan avlodlari oilasi bilan 9-asrda aynan shu yerda to'xtagan. Pskomdagi Bog'iston qishlog'ida shunday bir tabiiy qo'rg'ondek joy. U yerda tashrif etish qiyin bo'lib, ayniqsa qish mavsumida bu yerlarda daryolarning daralaridan o'tib borish juda ham mushkul. Ko'priklar esa mavjud bo'lmagan. Umuman olganda ko'priklar eng so'nggi davrlar Говорят, что с Сухани почти километр мост будет, говорят. Что-то уже начали с Володолой, уже тракторами все чистить, дорогу делать. Kilometr mo'sta qolsa будет, говорят. Temuriylar davrining hatto Bobur ham o'z solnomalarida ustoz deb atagan buyuk arbobi Hoji Ahror Valiyni esga olaylik. Axir u ham shu yerlik-ku. Bu esa Toshkentning bir qismi. Chunki yengil mashinada qandaydir 50 kilometr, 1-1,5 soat yuriladi xolos. Hamda bu yer dam olish maskani hamdir. Sayyohlar Chorvoq suv omborining katta qismini zabt etib bo'lishgan. Qayerinidir ongli, qayerinidir ongsiz ravishda egallaganlar. Zamonaviy hamjamiyat tomonidan bu yerlar juda ham shiddat bilan o'zlashtirilmoqda. Hamda bu muhokama qilinmoqda. O'ylashimcha bu yerlar O'zbekona Shvetsariya bo'lib, uni aynan shunday deb atashadi. Darvoqe, bu haq gap. Aynan shu joy O'zbekiston ekologik turizm shuhratini olam bo'ylab taratadi. O'ylaymanki, bu yerda hamma narsa yil sayin tobora yaxshilanib boraveradi. Albatta turli xil xavotirlar ham yo'q emas, lekin shunga qaramay ushbu maskan bizga mazkur sarhadda namunali dam olish markazini yaratish imkonini beradi. Bu juda ham ajoyib. Bundan tashqari biz bu yerdan tengsiz miqdorda yashil energiya olishga qodirmiz. Chorvoq suv ombori mana nima deganidir. Chorvoqda qanaqa hayot? Hayot misol обыкновенный, shu eski hayot Chorvoqda. Eski hayot qanaqa eski udumlar, shu eski to'ylar, eski udumlar, hammasi shu eskicha qolgan bizda. Turistlar kelsa, misol turistlarga qanaqadir vнимание boshqacha ko'rsatadi bu yoqda, bu o'znikidek qabul qiladi. Chorvoq haqida shu yerda tug'ilib o'sganmiz, endi Chorvoq qanaqa? Sharoiti bo'yicha adashmasam endi sal og'irroqda, sharoit bo'yicha ozgina qiyinroq bizda, chunki bizda gaz yo'q, gaz sal muammo. Bizda tirikchiligimiz aslan shu nima? Dacha bo'yicha shu plyaj, katel, skuter shu daraja bo'yicha ishlaymiz. Endi u ham nima desa bo'ladi? Misol ko'pincha bizda katta fabrikalar, qanaqadir zavodlar yo'q, misol bizda ko'plar misol yoshlar ozgina ulg'ayib Rossiyaga ketadi. Rossiyaga ketib, misol Rossiyadan hozir 6-chi bilasizlar, o'shanga bu yoqda infratuzilmani yaxshiroq qilsa, misol yana yaqinda asfalt bo'ldi, asfalt zo'r bo'lyapti yaqinda mana mahallani bir oycha bo'ldi, mana shu ancha-muncha joylarni asfalt qildi, lekin rahbariyatimizga rahmat, prezidentimizga shukr etamiz. Shunaqa e'tibor ko'rsatyapti bizning joyga. Menimcha Chorvoqda bir adashmasam 4-5 yildan keyin, по-моему, boshqacha bir ikkinchi Shvetsariyaga aylansa kerak degan umiddamiz. Chunki haqiqatan ham shunaqa anolar bo'lyapti. Qo'zg'alishlar shunaqa natijada bo'lyapti. Haqiqatan ham shu vнимание ketyapti lekin. Mana Toshkent suvi u xuddi mana shu yerda jamlanadi. So'ngra Toshkentni, dalalarimizni va quyi oqim bo'ylab hammani suv bilan ta'minlaydi. Bu haqda 16-asrda yashab ijod etgan mashhur shoir Zayniddin Vosifiy shunday yozgan edi. Toshkentning suvi va misoli Zamzam suvi kabidir. Ammo Zamzam chashmasi abadiy zulmat qa'rida yashirin. Mabodo Hazrati Xizr bundan xabar topgan bo'lsaydi, u zulmat saltanatida sarson sargardon bo'lib yurmay, mening Toshkentimga yugurib kelib, darhol 100 qo'lini shu suv bilan yuvgan bo'lar edi.
Shuning uchun Chorvoq suv omborining tozaligidan hammamiz juda manfaatdormiz. Uning qirg'oqlaridagi axlatuvchi chiqindilar ham atrof muhitni ifloslantiruvchi qandaydir tashkilot va korxonalar qurilishi ham ba'zi shubhalarni keltirib chiqaradi va vaholanki bularni barchasi jiddiy nazorat ostida bo'lishi zarur. Bu birinchidan. Ikkinchidan, albatta suvni o'z-o'zini tozalash xususiyati ham mavjud. Suvni mazkur xosiyati qaysidir ma'noda bir tomchi suvning bu yerdan to Toshkentgacha bo'lgan olis masofani bosib o'tgunicha uni tobora musafforoq qilib boraveradi. Bugungi kundagi Chorvoqning ahvoli ekofaol sifatida shaxsan meni juda xavotirga soladi. Bir necha yillardan buyon Chorvoq chiqindixonaga aylanib bormoqda. Bu yerda mayda plastik axlatdan tortib, qurilish xomashyosigacha turli chiqindilar tashlanadi. Dam oluvchilar o'z chiqindilarini qoldirib ketishi esa alohida mavzu. Ustiga ustak tuganmas qurilish ishlari olib borilyapti. Ushbu muammolar tufayli Chorvoqning ahvoli tobora og'irlashib bormoqda. Suv va tuproq sifati yomonlashmoqda. Tuproq eroziyasi kabi muammolar paydo bo'lib, bioxilma-xillik yo'qolib ketyapti. Tabiat muvozanati buzilyapti. Faollar bu haqida ko'p yillardan buyon bong urib yozyapti, gapiryapti. Biroq hali hanuz mutasaddi tashkilotlardan munosib javob berilgani yo'q. Biz bu muammoning tizimli yechimini ko'rmayapmiz va bularning barchasi juda achinarli holat. Umid qilamanki, ushbu ajoyib ko'l, Chorvoq suv ombori yana ko'p asrlar davomida o'zining musaffoligi va beg'uborligini saqlab qola oladi. Modomiki odamlar bu joylarni men yuqorida ta'kidlaganimdek qariyb 60 ming yildan ortiq davr mobaynida e'zozlab kelishadi. Kimki biznikiga mehmon bo'lib kelsa, hammangizga xush kelibsiz deymiz. Faqat iltimos, o'zingizdan so'ng axlat va chiqindilar qoldirmang. Yo'l bo'ylab ham axlat tashlamaslik lozim. Biz ko'pchilikning so'zlarini tingladik, lekin eng muhimi Chorvoqning o'zini tinglashga ham muvaffaq bo'ldik. U hanuzgacha go'zal, xotirjam va hayotga to'la. Ammo bizdan keyin keladiganlarning ko'nglini ham shod aylash uchun unga ikkinchi nafas, g'amxo'rlik, e'tibor, sarmoyalar kiritish, odamlar manfaati quyida ishlash va tabiatga hurmat bilan munosabatda bo'lmoq darkor. Taraqqiyot bilan ekologiya qo'lma-qo'l qadam bosar ekan, ehtimol o'sha ro'shnolik kunlar aslida juda yaqinda. Har haftaning shanba va yakshanba kunlari ushbu maskanga 10 minglab toshkentliklar va respublikamiz mehmonlari tashrif buyuradi. Ular ushbu maskan ekologik tarkibiy jihatini og'irlashtirib qo'ymasmikanlar deb xavotirdamiz. Shu tufayli ushbu fayzli joylarga kelganlarga qarata murojaat qilaman. Jondan aziz ona tabiatimizni asrang, modomiki u hammamizning hayot manbaimizdir.